ko'rib turganingizdek eng sovuq ob-havoni ham haqiqiy bahorga aylantira oladigan gazli, dizelli 220 hamda 380 da ishlaydigan elektropushkalarimiz faqatgina Toolbox do'konlarimizda. Narxlarga keladigan bo'lsak, Armet brendining 2 kilovatli radiatorli pushkalari 200 ming so'm hamda 210 ming so'm. 3 kilovatli radiatorli elektropushkasi esa 330 ming so'm. Undan tashqari Sturm brendining 2 kilovatli elektropushkasi chegirmali narxda 160 ming so'm. Eng qiziqarli joyi Armet hamda Pit elektropushkalarini xarid qilganlar Pit Lototon o'yini ishtirokchisiga aylanishadi. Navbatdagi pushkalarimiz propanda ishlaydigan, propan ya'ni gazli pushkalarimiz ham bor. 3 kilovatli Ubay Rolf brendining elektropushkalari narxga keladigan bo'lsa 280 ming. Gazli pushkalarimiz 10 kilovatligi 910 ming, 15 kilovatligi 1 million 70 ming so'm, 30 kilovatligi esa 1 million 250 ming so'm. Alteco brendining gazli pushkalari 15 kilovatligi 660 ming so'm, 20 kilovatligi esa 710 ming so'm. Undan tashqari esa dizelli 50 kilovatli pushkamiz ishlashiga ahamiyat beramiz. Xuddi shu ko'rinishda ishlaydi. Narxga keladigan bo'lsak, atiga 2 million 880 ming so'm. Kimga akalar qish mavsumida dizelli, elektro hamda gazli pushkalar kerak bo'lsa, bemalol Toolbox do'konimizga marhamat qilasizlar.